Keling bugun tungi falajlik haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, siz uyg'oqsiz, ko'zlaringizni ochasiz, lekin tanangiz sizga bo'ysunmaydi. Qo'lingizni qimirlata olmaysiz, oyog'ingiz og'irlik ostida, ko'kragingizda kuchli bosim, go'yo kimdir ustingizga o'tirib olgandek. Baqirmoqchi bo'lasiz, lekin ovozingiz chiqmaydi. Bu oddiy tush emas, bu tungi falajlik. Eng dahshatlisi bu holatning o'zi emas, balki qorong'ulikda sizga qarab turgan o'sha qora soya. Olimlar bu holatni uyqu fazalari buzilishi deb atashadi. Uxlayotganingizda miyangiz tanangizni falaj qilib qo'yuvchi kimyoviy moddalarni chiqaradi, toki tushingizdagi harakatlarni haqiqatda ham takrorlamang deb. Tungi falajlikda esa miyangiz uyg'onadi, ammo tanangiz hali ham uyqu holatida qoladi. Siz uyg'oqsiz, ammo ojizsiz. Bu lahzada sizning ongingiz ochiq eshikka aylanadi va bu eshikdan ular kirib kela boshlaydi. Dunyoning har bir burchagida bir-birini tanimaydigan millionlab insonlar tungi falajlik paytida bir xil narsalarni ko'rishadi. Shlyapali odam. Uning yuzi yo'q, faqatgina chuqur qorong'ulik, uzun plash va keng hoshiyali shlyapa. U sizga tegmaydi, gapirmaydi, u shunchaki sizni kuzatadi. Uning mavjudligining o'zi sizni sovuq terga botiradi. Bu shunchaki gallyutsinatsiyami yoki u haqiqatdan ham bizning ongimizga ta'sir qila oladigan ma'lum bir kuchmi? Eski rivoyatlarda uni jin, shayton, hatto qari kampir ham deb atashgan. Chunki sizni astral tanangiz va jismoniy tanangiz o'rtasidagi bog'liqlik uzilishi bilan shu lahzada u sizning energiyangizni so'rib ola boshlaydi. Agar u sizga yaqinlashsa va siz uning sovuq nafasini va xirillagan ovozini his qilsangiz, bu sizni keyingi safar o'zi bilan olib ketishidan dalolatdir. U shunchaki tomoshabin emas, u haqiqiy ovchi. Agar siz bu holatga tushib qolgan bo'lsangiz, aslo vahimaga tushmang, chunki vahima uni yanada kuchaytiradi. Qutulishning yagona yo'li bor. Tanangizning eng kichik a'zosini, masalan, chap qo'lingiz jimjilog'ini yoki tilingizni qimirlatishga bor e'tiboringiz va kuchingizni qarating. Bog'liqlik tiklanishi bilan soya g'oyib bo'ladi. Lekin unutmang, u ketmaydi. U shunchaki keyingi safar sizni mana shunday ojiz holatda topishini kutib qorong'ulikda qoladi. Bugun tunda uxlashdan oldin xonangiz burchaklariga yaxshilab qarang. Agar u yerda odatdagidan quyuqroq qorong'ulikni ko'rsangiz, balki bugun chiroqni o'chirmasdan uxlashingiz kerakdir.